Bu guldan aniq ayollarimizni uyida bir dona bo'lsa ham turishi kerak. Yaqinda Yangi yil arafasi, yaqinlaringizga shunaqa hadyalar bersanglar, ham xursand bo'ladi, ham gullari so'lib qolmaydi. Nafaqat bu 1 yildan 5 yilgacha ham turadi. Men ham o'zimga bitta zakaz qildim, qizlar. Buni sizlarga ochib ko'rsatmasam bo'lmaydi. Buni hidi uyda tutib ketadi borku, uyinglarni shunaqa hidlari zo'r turib beradi. Qaranglar qanaqa chiroyliligini va undan tashqari o'zining yoniga shunaqa hidlaridan qo'shib beradi. O'zingizlarga yoqqancha tomizib tursanglar, uyinglarni hidi shunaqa zo'r turadi. Men ham uyga bitta zakaz qilib qo'ydim. Освежительlarni hidi yarim soat 1 soat turib beradi. Buni mehmonlar kelganda shunday uyingizlarga stol ustiga qo'yib qo'ysanglar, ham chiroyli turadi uy. Buni hidini sizlarga kameradan yetkazib bera olmayman, qizlar. Aniq bitta zakaz qilinglar va zakaz qilgan qizlar meni отметка qilishni unutmanglar. Buni hidi o'sha ochishim bilan uy вообще zo'r hid kelib qoldi. Buni qaranglar qizlar, qo'l mehnatida shunaqa chiroyliligini qaranglar. Har bittasi mehr bilan qilingan qizlar, qaranglar. Juda ham chiroyli. O'zingizga yoqqan katta kichikligida zakaz qilsanglar bo'ladi. Buni hidini men sizlarga kameradan yetkazib bera olmayman. Aniq bitta zakaz qilmasanglar bo'lmaydi. Hadi magazinga yugurmaymiz endi, освежитель qidirib. Освежитель tanlashda ham juda ham qiynalamiz, to'g'rimi qizlar? Qaranglar, buni bitta olib qo'ysanglar ham uyingizga chiroy qo'shadi va undan tashqari juda ham chiroyli hid taratib turadi. So'limaydi, hech narsa bo'lmaydi. Hali imkon bor derdima. Ayol, Xo'p, sheynachi. Shirin akammi, yoqdimi? Yeb qo'yding keya. Yeb qo'yging kelyaptimi? Qarang, Ah, Shirin akammi? ha. Ishoning buni hidiga taksi-ko'z bo'lib qolmasam bo'ldi. To'ymayapman hidiga, haqiqatan to'ymayapman. Buni hidiga taksi-ko'z bo'lib qolsam, aniq jo'natmasangiz bo'lmaydi. Oyi, kamerangiz oching. Oyi, meni ham bitta xonamga olib bering. Shirin aka menga yoqib qoldi.